Türkiye'ni o'z ichiga olgan 19 davlatning vakillari Birleşken Devletler Teşkilatı'da yig'in o'tkazib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan ig'ir kishilik huquq dafsandichiligini aybladi va Xitoyni Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq oliy komissari bilan hamkorlashishga va Uyg'urlarning huquqini qo'g'dashga chaqirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı baş organida o'tkazilgan va ommaviy tashkilotlarga qatnashgan yig'inda Türkiye'ning Birleşken Devletler Teşkilatı'dagi doimiy vakili Feridun Senurul o'g'li so'z qildi. Ma'lum bo'lishicha, bu yig'inni Amerika, Angliya va boshqa bir qancha g'arb davlatlarini o'z ichiga olgan 19 davlat tashkillagan. Kanada parlamenti 25 oktyabr Uyg'urlarga panohlik berish taklifi haqida belat tashlab, nolga qarshi 258 ovozning qo'llashi bilan ma'qullangan. Bu taklif loyihasi Avam palatasi Ko'chmanlar komitetining yig'inida e'lon qilingan dokladni qo'llash uchun tasdiqlangan bo'lib, dokladda Kanada hukumatining Xitoyning Sharqiy Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikqa duch kelgan Uyg'ur va boshqa millatlarga eshigini echishi kerakligini ta'kidlagan. Kanada parlamenti yana Xitoyning Sharqiy Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni qattiq aybladi. Xitoyning Gollandiyadagi fuqarolarni paylash va ularga besim tushirish uchun qurgan qonunsiz soqchi markazlari o'tirg'i chiqqandan keyin Gollandiya Tashqi ishlar ministrligi bu haqda tekshirish boshladi. Gollandiyadagi bir mustaqil axborot supisining tadqiqotiga qaraganda, Xitoy Gollandiya hukumatiga xabar qilmasdan 2018 yildan boshlab Gollandiyada kam deganda 2 soqchi punkti qurgan. Gollandiya taratqullarining xabar qilishicha, Xitoy tarafidan qurilgan soqchi markazlari poytaxti Amsterdam va ikkinchi cho'ng shahri Rotterdamda ekan. BBC'ning xabar qilishicha, Xitoyning ikki o'lkasidagi jamoat xavfsizligi doiralari 5 qit'a va 21 davlatda 54 chet el soqchi mulozimati markaz qurgan bo'lib, ularning ko'pinchisi Yevropada ekan. Bu markazlardan Ispaniyada 9 bor bo'lib, Italiyada 4, Angliya va Gollandiyada 2 dan bor ekan. Xi Jinping yangi 5 yillik vazifa o'tash yo'lini ochgan Kommunist partiya qurultiyidan keyin Xitoy doiralari Tayvan bilan birlashishning tarixdagi har qanday vaqtidagidanmi yaqin ekanligini aytdi. Tayvan ishlari ishxonasining bayonotchisi Ma Xiaoguang Beijingda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq dedi. Biz Tayvanning birlikka kelishini ilgirki har qanday vaqtga qaraganda texmo yaqin buningga ishonamiz va shunday qilamiz. Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev zamonaviy qurol va uskunlar bilan armiyani kuchlantiradiganligini bayon qildi. To'qayev poytaxt Ostonadagi bosh shtab yig'inida saylan programmasini e'lon qildi. Armiya va butkul bexatarlik to'rini keng ko'lamda zamonaviylashtirishni ilib boradiganligini tilga olgan To'qayev, askarlarimiz zamonaviy qurol jabduqlar bilan ta'minlanadi. Armiyamizning obrazini kuchaytiramiz dedi. To'qayev yana o'zlarining mudofaa sanoatini taraqqiy qildiradiganligini, zimin mudofaasini kuchaytirish, harbiy mashqning sifatini va askarlarning uyushchanligini oshirish uchun tadbir qo'llanadiganligini aytdi.